ilmning manfaati kishini o'zgartirishi bilan bo'ladi. Qaysiki ilm kishini o'sha ilmda berilgan xabarga ergashtirsa, o'sha ilmda berilgan ma'rifat asosida o'zgartirsa, o'sha ilm manfaat bergan bo'ladi. Masalan, ovqat yesangiz, qorningiz to'ygani ovqatdan manfaat olganingiz emas. Qorin to'yib kasal bo'lishingiz ham mumkin. Yoki taom yeyotganingizdagi maza qilganingiz taomning asosiy manfaati emas. Maza qilib yeb, keyin kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Yoqib ketib ko'p yeb qo'yibman, shirin ekan, keyin qornim og'ridi, yoki ichim buzildi, yoki qayqib deyishingiz mumkin. Demak, taomning manfaati qachon yuzaga chiqadi? Taomdan ko'zlangan maqsad, uni ta'siri, ijobiy ta'siri yuzaga chiqqanda taomdan manfaat olgan bo'lasiz. Taomni yegandagi maza ham taomning manfaati emas. Manfaatidan bir juz, ya'ni insonga zavq bergani jihatidan manfaat. Lekin taomning asosiy manfaati emas, chunki taomning asosiy manfaati g'izo bo'ladi, ozuqa bo'ladi. Tanangizga ozuqa bersa, quvvat bersa, o'sha taom manfaat bergan bo'ladi. Dori ham xuddi shunday. Dori totli qilib berilsa yoki achchiq bo'lsa, u uning manfaati emas. Maza qilib ichganingiz yaxshi dori, ichayotganingizda og'zingizga yoqmagani yomon dori bo'lmaydi. Yoki dorini foyda qilgani qilmagani u emas, balki dorini foyda qilgani sizdagi dardni tuzatgani, sizda o'zgarish yasagani bo'ladi. Ilmning ham Alloh bizga manfaatli qilsin deb qo'yamiz, u maza qilaylik degani emas, ilmni eshitib. Balki o'sha ilmdan o'zgarish olsangiz, keyin manfaat olayotgan bo'lasiz. Doriga o'xshaydi, chunki jaholat ham dard, eng yomon dard, eng qizig'i kishi o'zi bilmaydigan dard. Sog'lomman deb o'ylaydi ko'p dardmandlar. Jaholat ma'nosidagi dardmandlar aksari sog'lomman deb o'ylaydi. Holbuki dardi katta bo'ladi. Hammamizda ham o'sha jaholat dardidan bor. O'shalar bartaraf bo'lsa, o'rniga ma'rifat kelsa va biz o'zgarsak, biz o'zgara olsak, shu ilm manfaat bergan bo'ladi. Shunda ilm manfaat bergan bo'ladi. Agar biz o'zgarmaydigan bo'lsak, eski odam bo'lib yuradigan bo'lsak, bir yil ilm o'qisak, u axloqimiz o'sha axloq, fe'l-atvorimiz o'sha fe'l-atvor, qalbimiz o'sha qalb, ibodatimiz o'sha ibodat saviyasida turgan bo'lsa, demak bizni ilmimizdan bizga umuman manfaat bo'lmayotgan bo'ladi. Qachonki ibodatimiz o'zgarsa, amallarimiz o'zgarsa, qalbimiz o'zgarsa, so'zimiz o'zgarsa, zohirdagi so'z emas, balki qalbimizdan tubidan o'zgarsa, yurishimiz, turishimiz o'zgarsa, axloqimiz o'zgarsa, o'tgan yil urushadigan odam bu yil urushmaydigan bo'lib qo'ygan bo'lsak, o'tgan yil ko'p gapiradigan odam bu yil kam gapiradigan bo'lib qo'ygan bo'lsak, o'tgan yil o'ylamasdan og'ziga kelganini gapiradigan odam bu yil o'ylab gapiradigan bo'lib qo'ygan bo'lsak, o'tgan yil ko'pchilik bilan chiqisholmaydigan odam bu yil hamma bilan do'st bo'ladigan bo'lsak, o'tgan yil nafsimiz asosida dushmanlashadigan odam bu yil Alloh uchungina do'st dushman bo'ladigan, bo'lmasam hech qachon birovni o'zimizni shaxsimiz uchun yomon ko'rib, yaxshi ko'rmaydigan bo'lsak, ana bu ilm manfaat berayotgan bo'ladi. O'tgan yili ibodatimiz kam, bu yil ko'paygan bo'lsa, o'tgan yildan ko'ra bu yil xokisorroq bo'lgan bo'lsak, o'tgan yilgidan ko'ra bu yil o'zimizni pastroq oladigan bo'lsak, o'tgan yilgidan ko'ra bu yil gunohimizni ko'proq his qiladigan bo'lsak, o'tgan yilgidan ko'ra bu yil ko'proq rahmli bo'lsak insonlarga, hatto gunohkorlarga, ana shu ilm manfaat berayotgan bo'ladi. Agar undoq bo'lmasa, biz ma'lumotlarni to'plab, ma'lumot qutisi bo'lib, ko'p gapiradigan, boshqalarga hukm o'tkazaman deb chiranadigan odamga aylanayotgan bo'lsak, ilmimiz bilan o'zimizni ustun his qilayotgan bo'lsak, boshqadan. U bizga ilm aksimizga hujjat bo'layotgan bo'ladi. Bu ilm dunyoda ham zarar beradi, oxiratda albatta. Ilm o'qigan sari tortishuvchan bo'lib qolsak, ilm o'qiganimiz sari ko'proq odamlar bilan bahs qilishga rag'bat tug'ilib qolsa, ilm ma'nosida emas, balki tortishuv ma'nosida g'olib bo'lishni ko'rsatish uchun, o'zini ilmini isbotlash uchun bo'ladigan bo'lsa, demak bizning ilmimiz qalbimizga kirmayapti. Faqat miyamizda ma'lumot bo'lib to'planyapti. Bu ilm faqat ziyonga ishlaydi. Bu odam olim bo'lmaydi, ikki dunyoda bo'lmaydi. Dunyoda axloqsizlik bilan yashaydi, oxiratda Rasul akram alayhissalatu vassalam do'zaxdan joyini tayyorlab qo'ysin deganlar. Demak, ilmdan manfaat shu. Doim duo qilamiz, ulamolarning ilmidan bizga manfaat bersin. Ya'ni bizni o'zgartirsin. Men yaxshiman, men zo'rman deb yuravermaylik. Zo'r edim, ilm o'qib yana ham zo'r bo'ldim emas.
balki juda bir nochiz ekanman, judayam ojiz ekanman. Alloh ishqilib meni isloh qilsin deb turaylik. O'qiganimiz sari. Qancha kishini ilmi ko'payib, shuncha kamtarlashsa, o'sha odamning ilmi unga manfaat berayotgan bo'ladi. Ilm olgani sari agar unda qalbida o'zini katta olish, boshqalardan sal o'zini ustunroq bilish yoki o'zgalarni kamsitish paydo bo'layotgan bo'lsa, bu odam ilmni to'xtatib tavba istig'forga o'tish kerak. Qalbini to'g'rilab, keyin ilm olish kerak. Alloh taolo o'zi hammamizga manfaatli qilsin bu ilmlarni.